Mana sizlarga tuya ko'rpalar, meh ko'rpalar, aziz obunachilar, ro'za Ramazon oyiga sizlarga bomba narxlarda. Покупай народ свой огород. Assalomu alaykum. Karavan kuzatuvchilari, Instagramda, Telegramda, YouTube'da bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan, sog' salomat. Aziz obunachilar, ro'za Ramazon oylari kelishga ham bir necha kunlar qoldi. Aziz obunachilar, sizlar uchun Ramazon oyiga zo'r tuhfa qilib qo'ydim aziz obunachilar. Sizlar uchun, bizni kuzatuvchilarimiz uchun ko'rishingiz mumkin. Tuya ko'rpalarimizni va meh ko'rpalarimizni ko'rishingiz mumkin. Bundan oldin yana bitta video tashladik. Adminka qizimiz bitta tuya ko'rpani o'zini afzal qilib berishdi. Men sizlarga ham tuya ko'rpani afzal qilib beraman, ham meh ko'rpalarimizni afzal qilib beraman. Aziz obunachilar, to'lka sizlar uchun aytamizki, Karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi. E'tibor qilamiz, videoda oxirida albatta narxlarini aytib o'tamiz. Ungacha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, eng zo'r bomba chiqqan tuya ko'rpa va meh ko'rpalarimiz 8 xildan ortiq rasvetkalarimiz bor va 4 xildan ortiq tuya mehlarimiz, rasvetkalarimiz bor. O'zi ham kattagina. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, bo'ylariga bo'y tumor, mana juda zo'r chiqqan, lekin chotki chiqqan, ichlari silikon bo'ladi. Behijini mazza qilib, allergiya bermaydi, qichitmaydi, mazza qilib ularni yotishingiz mumkin. Va sarpolarga ham juda zo'r. Hamma sarpoga olishadi, ham ishlatishgan olishadi, sovg'a salomlarga olishadi. Kim nimaga olsa ham Alloh hammamizga baraka bersin aziz obunachilar. 2 kishilik ko'rpalarimiz ko'rishingiz mumkin. Bu tomon ponni tuya ko'rpa, mana tuya ko'rpa deganda meh bo'ladi aziz obunachilar. Mehiga e'tibor qilamiz aziz obunachilar. Mehlariga mana mashallah juda chiroyli bo'ladi. Mana qarang, yumshoqini, buni har xili bo'ladi, arzoni bo'ladi, qimmat bo'ladi. Karavan korxonasi har doim xaridorlarini o'ylagan holatda yumshoq, mayinini olib kelamiz, chunki yotsangiz ham mazza qilib mana shu narsa qichitmasdan yotadi. Yotasiz mana shunda. Biznikida biz o'zimizning mahsulotimizga albatta javob beramiz va boshqalarning mahsulotiga biz javob bermaymiz. Hamma tadbirkorlar aziz obunachilar har xil bo'ladi. Yana qaytaraman, noto'g'ri, shoshilib noto'g'ri informatsiya berib qo'ysam, noto'g'ri gapirib qo'ysam, oldindan sizlardan va boshqa tadbirkorlardan ham uzr so'raymiz. Bizning mahsulotlarni bozor mahsulotlariga va boshqa mahsulotlarga iltimos taqqoslamasligini aytib o'taman aziz obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, mehlarimizni qarang, eng zo'r trendda, operator keling baqa, eng zo'r trendda gullari bor. Mana qarang, juda chiroyli, lekin mana qalingini, yumshoqini, ichidagi mahsuloti ham aziz obunachilar yumshoq, dag'al bas. Kimdirlar og'ir bo'lsin deb ichiga arzon mahsulotlar solishadi, ham dag'al bo'lib turadi, qattiq bo'lib turadi. Yo'q, aslida ko'rpaning yumshoqrog'i yaxshi bo'ladi. Qattiqrog'i sumkaga ham sig'maydi, yotsangiz ham qayrilmaydi. Yo'li quchoqlarga otasiz-ku, bunday qilib erkaklar quchoq yotadi-ku, ana shunda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun yumshoq bo'lsa, mayin bo'lib, mazza qilib yotadi. Hamma erkaklar, xotin yotadi. Bardoy svetlar nima deyapti? Bularni qo'ldan kelgancha aziz obunachilar devanga solishga harakat qilamiz. Devanlarga solishga, bitta rasvetkalarni solishga harakat qilamiz. Albatta, ro'za Ramazon oyi uchun sizlarga bomba narxlarda aziz obunachilar, bomba narxlarda Alloh hammaga baraka bersin. Ko'pchilik bizga aytadi, arzon sotyapsiz, qanaqa foyda qilasiz? Albatta, to'g'ri, arzon sotyapmiz. Imkon darajasida biz ham Xitoylardan, boshqalardan mahsulotlarni, xomashyolarni arzon olishga harakat qilamiz. Arzonroq ber, arzon nimaga? Karavan korxonasi har doim xalq xizmati deganimizdan keyin iloji boricha maksimal narxda tushirishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bizga ozgina foyda qiladi va albatta bizga sizlarning duolaring kerak bo'ladi. Duo qilasizlar, buncha foydamiz mana bunday bizga ko'zimizga ko'rinaveradi. Alloh hammaga baraka bersin. Xo'p, meh ko'rpalarimiz bu tomon ponni meh ko'rpalarimiz mana bir. Xo'p, meh ko'rpamizning kamellari kelgan, mana tuyaliklari kelgan, ko'rishlaringiz mumkin. Mana seri tuyaligi bor, xohlasangiz mana tuyaligi bor, mana. Ikki xil rasvetkasi bor, bu seriyasi bor. Xohlovchilarga adnatonni seriyasi bor, xohlovchilarga bardoyligi bor. Xohlovchilarga kamelli jigareni bor mana. Kamelli jigareni bor. Xohlasangiz oranjevый modellari bor. Kimga qanaqa? Xo'p, tuya ko'rpalarimiz boshqa tema bo'ladi, bularimiz boshqa tema bo'ladi albatta. Ro'za Ramazon oyiga bu videoni bir 3-4 kun, bir hafta vaqtliq chiqaryapmiz sizlarga. Shu video agar shu tarqalsin degan nimada hamma qarindoshlarga tarqatib qo'yadi. Mana shu videoni siz ko'rib boryapsiz aziz obunachi, yosh va qari bizni ko'rib boradi. Mana shu video sizga kerakmi, kerak emasmi? Shu videoni yaqiningizga jo'natib qo'ying. Sizdan iltimos, agar ularga kerakdir, qiz chiqarib turgandir, o'g'il uylab turgandir, yangi seksiya olgandir, Rossiyada ishlab turib dom olgandir, hovli olgandir, boshqalar chekli ishlar olishar, uylariga albatta shu mahsulotlarimiz kerak bo'ladi. Sizga kerak emasmi? Siz hozir yoshmisiz? Albatta sizga ham, siz ham o'g'lingiz va qizlaringiz katta bo'lyapti va o'zingiz ham yaqinda ukaxonim uylanasiz. Shunga like bosib, obuna bo'lib qo'yavering. Agar ko'rgingiz kelmasa o'tkazib yuborasiz. Agar kommentariy yozsangiz biz xursand bo'lamiz. Shu video chekkalarga ham yetib boradi. Ham bizga ham foyda bo'ladi, ham xalqimizga ham foyda bo'ladi aziz obunachilar. Xo'p, bunda boshladik. Bular narxlarni aytib o'taman. Yana qisqacha bir gap gapirmoqchiman. Narxlarga e'tibor qilamiz. Narxni gapirishdan oldin yana bitta qisqacha aytib o'tmoqchiman. Bizni kuzatuvchilarga kattakon rahmat, aziz obunachilar, kattakon rahmat. Kommentariyalarda banglatyapsizlar. Qaysi viloyatdan ekansan? Hamma viloyat kuzatar ekan. Qirg'iziston ham, Qozog'iston ham kuzatyapti, Tojikiston kuzatyapti bizga kerak bo'lsa. 12 ta viloyat, O'zbekiston 12 ta viloyatni ham kuzatyapti. Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo. Alloh rozi bo'lsin, hammalaringni shunchalik hurmat qilib, zo'r baraka toping degan duolaring bizni ko'tarib boryapti. Qancha duo qilsalaring aziz obunachilar, biz shuncha sizlarga yuksalib boramiz aziz obunachilar. Xo'p,
Sizlarga kattakon rahmat. Bitta kommentariy o'qib qoldim aziz obunachilar. Kecha avval kuni video qo'ydim. Videoda aytishibdiki, bitta tuya ko'rpa oldim, 2 kishilik chiqmadi. 1,5 kishilikdan sal kattaroq ekan deb kommentariy yozishibdi. O'sha opamiz qayerdan olishganini aytib o'tmabdilar. Karavandan olishganmi, Qo'qon bozoridanmi, Abu Saxiydanmi, Andijon bozorimi, Namanganmi yo boshqa platforma onlayn nimalardan olishganmi, uni yozishmabdi. Uni prosta tuya ko'rpamizni oldim. Prosta anaqa deb o'tib ketyapman deb yozib ketishibdi. O'shani kelib birgalikda mana hozir bitta tuya ko'rpamizni olamiz aziz obunachilar. Divanga solib ko'ramiz. Qani bizniki ham 1,5 kishilikmikan, 2 kishilikmikan ko'rib boramiz. Qani yuring. Xo'p, aziz obunachilar, biz qo'limizdan kelgancha sizlarga shu kommentariyalarımizga javob berib ketamiz. Mana bizda tuya ko'rpamiz bor, Mana divanimiz ko'rib turganingizdek 2 kishilik divanimiz bor. Mana 2 kishilik divan, katta divan. Mana kelin-kuyovlar divani. Behijot mana razmerini ham kelib ko'rib o'lchab olsalar ham bemalol bo'laveradi omalaki. Hop, endi mana ko'rishingiz mumkin. Biznikini so'mkasi mana katta. Operator yaqinroq olib keling, yaqinroq mana. Juda katta. Qo'limi qaracha 21-22. Ko'rishingiz mumkin. Undan ham katta so'mkamiz mana. Bemalol katta. Boshqalardagi kichkina bo'ladi. Chunki kichkina deganda haqiqatan material kichkina bitishib turishgandir balkim. Endi ular u tadbirkorlarni men bilmayman, lekin men o'zimning mahsulotimga har doim javob beraman. Agar meni mahsulotim sizning xonadoningizga yetib borganingizda yirtiq yo tuya nimasi, applikatsiyasi yaxshi tikilmagan yo chetida silikonlar ko'rinib qolgan bo'lsa, men sizga xotirjam bo'ling, yangisini xonadoningizga jo'natib beraman. Boshqalarni bilmadim. Endi mabodo, endi hozir qishki mavsum-ku, pochta orqali olishadi. Pochta orqali olganlar sizlardan iltimos va shopirlar xonadonlaringizga olib borib berishadi-yu. O'shanaqa oluvchilar xaridorlarimiz diqqatiga. Karavan korxonasidan ayib bo'lsa, men sizga yangisini beraman. Agar pochtada muammo bo'lgan bo'lsa, pochta meniki emas. Yo bizga qarashli emas, bizning xususiy pochta emas. U pochta davlatniki xususiy bo'ladi. Olib turganingizda so'mkasi yirtiq, qopi yirtiq, loy suv o'tgan bo'lsa, albatta bizdan emas. Ulardan so'rab olasizlar. Ular bizning pochtamiz emas. Bizda 4 ta 5 ta pochta bor. O'shalar bilan kelishilgan holatda ishlaymiz. Har xil bilan. Hammasida har xil viloyatlarda tochkalari bor. Va Namangan, Andijon, o'zimizni Vodiy tomon, Toshkentlarga mana shu atrofimizda shopirlarimiz bor. Shopirlarimiz xonadoningizga olib borib berganda shopirlar ham albatta yukini bosadi, yo tepasiga qo'yib oladi, yomg'ir o'tadi. O'sha holatlarda iltimoslardan yuklaringizni tekshirib oling. Chunki bizda so'mkalar but-butun bo'ladi. Bizda otilib tepilmaydi, mana. To'g'ri tushunasizlar. Hammani oilasi boshqa-boshqa. Sizdan iltimos, shopirdan oldingizmi, shopir so'mkasi yirtqanmikan, albatta pulni to'latib oling. Bitta so'mka ham palon pul turadi. Chunki ichidagi mahsulot bo'lsa, so'mkasi bo'lmasa, u mahsulotni sovg'aga olib bora olmaysizlar. Shuning uchun pochtalardan oladiganlar 12 ta viloyatliklar. Biz bilmaymiz. Karavanni o'zidan so'rang. Biz bilmaymiz, osongina qutulyapti. Yo'q, qutulolmaydi. Chunki agar pochta xalqqa bermasa, qaysidir pochta, endi aytib o'tmayman, albatta oxiratda javob beradi. Qoladi, sizlarning haqlaring ularda qoladi. Agar qilmadimi, pochta yirtdimi, nimaga? Biz butun qilib qopga solib beramiz, yo so'mkaga solib beramiz, salafaga solib pochtaga beramiz. Pochta mashinaga yuklaydi, u mashinadan Qo'qondan Toshkentga boradi, Toshkentdan 12 ta viloyatga tarqayadi. U shopir olib ketadi, ag'dan keyin ofisiga o'tadi, ag'dan keyin beradi. Ungacha hech kim birovning mahsulotini hurmat qilmaydi pochtalarda. Mana shu gap pochtalarda. Shu epizodni qirqib pochtachilarga jo'natib olishlari ham mumkin, xo'jayinlarga. Baribir kim shu pochtada xo'jayin bo'lsa, direktor bo'lsa, o'shani foyda qilyaptimi? Baribir o'sha qarg'ishlar o'shanga qoladi. Oxiratda xalqimiz o'sha pochtani xo'jayinlardan oladi. Mana aytayim, agar biz tomondan birak bo'lgan bo'lsa aziz obunachilar, biz albatta sizga rasmga olasizlar, rasmga olib tashlab berasizlar. Biz tomondan bo'lsa sizlarni qo'limizdan kelgancha rozi qilamiz. Yo bir kishi pulini o'tab beramiz, yo masalan, yo'q menga yangi jo'natib bering desiz, sizga yangi mahsulotimizni jo'natib beramiz. Aziz obunachilar, endi bitta o'sha obunachimiz men oldim, menda ikkichilikda kichkina chiqdi deyishdi, aziz obunachilar, e'tibor qiling, kichkina chiqdi deyishdi. Bitta ochib ko'ramiz, ya'ni onlaynda ochib ko'ramiz bittasini. Bu hammasi bir xil bichiladi, har xil. Ba'zi sizlarga divanga kattasini sizlarga qo'yib qo'ygan joyimiz yo'q. Chunki divanimiz 2 kishilik, mana bismillohni ochamiz, mana shuni qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, sharmanda qilmagin mana. Bismillah. Hozir ko'ramiz mana. Nima bo'larki? Qayta-qayta yetib kelmas ekan. Qani mana. Rashini ko'ring mana. Alloh yuzimizni yorib qilgan, mana xalqimiz yonida. Mana bekordan bekorga xalq xizmatida biz demaymiz. Operator, yaqinroq ko'rsating, mana burchaklarini, burcha-surchalarga yaqinroq ko'rsatishingizni so'rayman. Aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu nomi bilan 2 kishilik ko'rpa deyiladi aziz obunachilar. Hop, 2 kishilik ko'rpa deyiladi. 2 kishilik ko'rpada aziz obunachilar, bu pakrival bas. Pakrival bo'lganda bu tomonga osilish kerak, bu tomonga osilish kerak bo'ladi. Bu 2 kishilik ko'rpa bo'ladi. 2 kishilik ko'rpa bo'ladi. Pakrival, prostinalar sal kattaroq bo'ladi. Mana sizga 2 kishilik ko'rpa. Endi 1,5 kishilik bo'lsa, mana yerdan bo'ladi. Bu obunachi yozyaptilar. Endi
qaysidir nima videomizga yozyaptilar. Men olmadim deyapti. Iltimos, qayerdan olganingizni ham aytib o'tib keting. Yo divoningiz sizni necha kishilik, 2,5 kishilik bo'lishi mumkin. Agar o'zingiz zakaz berasiz, mana standart divonimiz bor, albatta kelib ko'rib yotib ketishingiz mumkin. Yo bo'lmasa o'sha yozgan obunachimizni bo'ylari kamida 2,5 metr bo'lsalar kerak, oylari 2,5 metr, 220 bo'lsalar bo'ylari, albatta u obunachimizga bo'ylariga yetmaydi. Bizga aloqaga chiqsalar, o'sha 2 metrlik, 220 metrlik obunachimizga 4 kishilik qilib tikib berishimiz mumkin bo'ladi. Aziz obunachilar, mana sizlarga ko'rishingiz mumkin, bemalol 2 kishilik mana shunaqa bo'ladi. Chunki shuni o'zi ham katta. Kelib obunachi, agar bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, divanimizga yotib o'ranib ketishingiz mumkin. Bizda hamma sharoitlar bor. Bu ma'lumot berib o'tmaydi obunachilar. Endi yana qaytamiz. Endi narxlariga aytib o'tamiz, aziz obunachilar. Xo'p, videomiz katta bo'lib ketmasin. Ro'za Ramazon oyiga tuya ko'rpalarimiz mana olishingiz mumkin. Boshqalar skidka deydi, e'tibor qilamiz. Boshqalar skidka deydi. Skidka deydi-da, muncha narx deydi. Narxni aytadi. Nu sumkasi bormi, yo'qmi aytmaydi, upakovkasi, bez upakovka. Yo tagiga kichkina qilib yozib qo'yadi. Hamma ham o'rischani bila olmaydi. Bez upakovka so'zi degani o'ris oladi. Upakovka sumkasi yo'q bo'lsa o'zbekcha bo'ladi. O'shaning uchun aytmaydi. Uni videoni ko'rib turgan xalqimiz siqiladi. Onangni hamga sumkasi bormi-ki, yo'q, keyin telefon qiladi, yo Telegramda yozishadi. Bo'pti, menga ikkita bering, uyga kelgandan keyin sumkasi qani desa, sumkasi yo'q deb yozib qo'ydik-ku deydi. Bu odamni chalg'itish reklama bo'ladi. Aziz obunachilar, bizda unaqa reklama yo'q. Bizda albatta sumkasi bilan mana katta sumkasi bilan Xudandaga bergan, qo'limni qo'yib ko'rsatishim mumkin mana, qo'limni qo'yib mana. Kattaligini ko'rishingiz mumkin sumkani mana, kattaligini. Xudandaga bergani o'zi ham bomba turadi mana. Bomba turadi, katta sumka qilib qo'yganmiz, kichkina emas. Hammasi katta sumka qilib, chunki bu sumkasi ham palon pul turadi. Aziz obunachilar, albatta palon pul turgandan keyin sumkasini biz upakovka deb yozib, bang'alati narxini tushiradi, uni tushunmagan odam oladi. Men sizlarga chiroyli qilib tushuntirib beryapman. Aziz obunachilar, optim narxda 200 ming, 210 ming sotilib turgan mana shu tuya ko'rpalarimiz Ro'za Ramazon oyi uchun aziz. Undan keyin sotilmaydi bu narxlarda. To'g'ri tushunasa, Ramazon oyi uchun muncha foyda qolsa ham sizlarga beryapmiz. Ataga mana shu upakovkasi bilan 177 ming so'm qilib belgiladik mana. Behijobat bo'ylariga bo'ytumor ko'rishlaring mumkin mana. Sumkasi ham bor. Sumkasi bormi, yo'qmi so'rab o'tirmaysizlar, siqilib o'tirmaysizlar. Aziz obunachilar, mana karavan katta sumkalar bilan Xudandaga sarpovlarga, opa, sizga kerak emasmi? Ani qo'shningiz va dugoningiz qiz chiqarmoqchi. Shu videoni shu tashab qo'ying, YouTube'da video tashab qo'ying va Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Telegramda batafsil devanga solinganlar bor. Mana shu katta sumkada ataga 177 ming so'm. Aka mahsulotimiz xonadoningizga borganda biror joy yirtiq yamaq bo'lsa, men sizga yangisini jo'natib beraman. Ataga 177 ming so'm. Yana bitta sizlarga hadya qilib beraymi? U videoni o'tirib aytmoqchi edim, mayli sizlarga aytaman. Keyinroq video qilmoqchi edim. Bittasi 177 ming Ro'za Ramazon oyi. Aziz obunachilar, nima bo'lsa bo'ldi, to'ydek bo'lsin, qo'ylar, qo'chqor bo'lsin, 5 ta olganga 170 mingdan qilib beraman. Sotuvchilar mazza qila olinglar mana. Olib foyda qilgan joyi. 5 ta olgan odamga, 5 tadan ko'p olgan odamga ataga 170 ming so'm. Mana sumkasini ham beraman, 5 ta olgan. Opa, ana ikkita qo'shningizga ayting. Buni ikkita dugoningizga ayting. 4 tami siz bilan 5 ta bo'ladi. 5 ta oling, sizga 170 ming so'mdan beraman. Yana 7 ming so'mdan skidka bo'ladi. Aziz obunachilar, to'g'ri tushunasizlar. Ko'p olganga bizga ozgina qoladi. Alloh hammaga bersin, baraka bersin. Sizlarga ham, bizga ham bo'lsin, aziz obunachilar. Tuya ko'rpalarimiz 210 ming, 200 sotilgan ko'rpalarimiz Ro'za Ramazon oyiga ataga 177 ming so'mdan sumka upakovkasi bilan bir dona olganga, 5 ta olgan odamga ataga 170 ming so'm. Endigisi mehlarga o'tamiz, aziz obunachilar. Mehlar ham xuddi shunaqa tema, ko'rishlari ham mumkin mehlarimizni. O'sha katta upakovka sumkalarda, aziz obunachilar. Bu narxini aytishdan oldin sizlarga manzilimizni aytamiz. Ko'pchilik manzil iltimoslardan karavan korxonasiga a'zo bo'linglar. Hatto videolar bor, manzillarimiz, lokatsiyalarimiz bor. Sizlardan iltimos videolarni oxirgacha ko'ringlar. Qo'qon shaharda joylashgan, karavan korxonasi Qo'qon shaharda joylashgan. Qo'qon bozorida ham bor, Abu Sahiy bozorida, Namangan, Andijon, Farg'ona bozorlarda yo'q biz. Tolka Qo'qon shaharida showroomimiz bor. Seximizdan issiqqina bo'lib chiqadi pechkadan xalqimizga hadya qilamiz. O'tida vositachi yo'q, arzon narxlarda. Adminkalarimiz ham va boshqa pul qo'ymaydi. Men karavan asoschisi Avazxonman. Behijot sizlar uchun har doim xizmatda xizmatlayman. Aziz obunachilar, ko'rishlaring mumkin. 185 ming sotilyapti, 200 ming sotilyapti donaga. Optimga 185 mingmi? Ro'za Ramazon oyiga mana shu ponni mehlarimiz ataga 150 ming so'm. Mana shunaqa so'mkasida, bomba so'mkalarda, aziz obunachilar, mana bomba so'mkalarda Xudandalarga bergan sarpolarga olib foyda qo'yadi. Alloh baraka bersin. Mana hadi metallarimiz ham ochiladi. Bemalol kelib tashrif buyurlar do'konimizga. Adminkalarimiz so'rasa lokatsiyalar tashlab beramiz. Bemalol lokatsiyalarimizni olib, do'konimizga kelib, ko'rib, divanlarga yotib, razmerlarni ko'rib olishlari ham mumkin, aziz obunachilar. Mana shu barcha mehlarimiz mana xohlaganingiz olishingiz mumkin. Eng trenddagi rasvetkalarimiz ataga 150 ming so'm Ro'za Ramazon oyi uchun. Sizlarga nima bo'lsa bo'lsin, xalqimizga bo'lsin, Alloh bizga ham baraka bersin. Qolganiga sizlar bizdan olgan insonlar bitta duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Bitta duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Muncha foydamizni mana shunday qilib Alloh bizga ko'rsatib qo'yadi keyin. O'shaning uchun har doim sizlarga xizmatlayinglar. Sizlarga xizmatlayinglar deyapmanmi? 5 ta olinglar. Sizlarga 145 ming so'mdan beraman, aziz obunachilar, bemalol.
5 taga 145 ming so'm bo'yam. Nima bo'lsa bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Meh ko'rpamiz mana necha xil 10 xilcha bormikan? Alloh alam 8 xil 10 xil mehimiz bor. Bu ham qalingina mana katta. Aziz obunachi, bir kishilik emas, 2 kishilik bu. Bir kishiligi buni bo'lmaydi va 1,5 kishiligi ham bo'lmaydi. Hech kimda, boshqa tadbirkorlarda ham bo'lmaydi. Endi birontaga aldanib qolgan bo'lsangiz, bizda ayb bas, o'shancha aldanmanglar aziz obunachilar. Karavan korxonasi yaxshi, katta tadbirkorlardan xarid qilinglar. Mana biz kelinglar Qo'qon shahrida biz katta tadbirkormiz, bemalol xohlagancha olishingiz mumkin. Sotgani olasizmi, o'zingizga sarf olganmiz, bizga uni qiziq. Aziz obunachilar, tuya ko'rpa, meh ko'rpalarimiz bomba skidkalarda, skidka emas, ro'za Ramazon oyi uchun. Karavan korxonasi Qo'qon shahrida joylashgan 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bo'lib bitta chiqaveradi. To'lovlar oldindan bo'ladi, bexijot manzilingizga yetib boradi. Manzilingizga yetib borgungacha biz qarab turamiz pochtalarga, yetib bordimi, yo'qmi? Unisiga biz xudo xohlasa inshaalloh umrimiz uzoq bo'lsa biz kafolat beramiz aziz obunachilar. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam arada shoshilib, yana men bor uzr so'rayman. Duo qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir bor kommentariyamiz bang'illatib, siz qayerdansiz aka, uka, hoji aka, hojona, singil opa qayerdansiz? Sizdan iltimos 4 ta harf ketadi. Shuni kommentariy yozib ketsangiz, biz shuni bilib olamiz. Qayerdan yana bizni ko'proq kuzatishyapti. Ularni ham bilib olamiz va albatta sizlarga rahmatnomamizni albatta yetkazamiz. Rossiyadan kuzatishyaptigan ko'pchilik Alloh rozi bo'lsin. Rossiyada yurgan xalqimiz, nimalarimiz, akalarimiz bemalol sarpo qilmoqchi bo'lsangiz, bozorga aqabaqa qilib o'tirmang. Turgan joyingizda bizga telefon qiling, xonadoningizga, ayolingizga olib borib beramiz. Qizlaringiz shu narsani sandiqlarda chiroyli qilib olib borib beramiz. Ko'nglingiz xotirjam aziz obunachilar. Kimga shunaqa tuya ko'rpa mehlar kerak bo'lsa, bemalol admin kanalimizga telefon qilishingiz mumkin. 12 ta dastavkamiz bor aziz obunachilar. Sog' salomat bo'linglar. Ro'za Ramazon oyini 30 kun tutib olish Alloh hammamizga nasib qilsin. Hammalarga Alloh kuch-quvvat bersin. Karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi. Sog' bo'lasizlar.